Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Salomatmisizlar hammanglar. O'zbekiston ana tarixiy golni urdi. Allohga shukr. Ancha-munchasiga emas. Alloh nasib qilsa, Allohga oson. Keyingi o'yinlarda inshaalloh qo'llab-quvvatlab tursanglar, yutuq bizniki bo'ladi. Xudo xolasa inshaalloh. Qolaversa, qaysidir yil hozir aniq esimda yo'q. Xorvatiya xuddi bizga o'xshab jahon chempionatiga chiqqan vaqtida 3-o'rinda olgan, eslasanglar, bilsanglar agar. Xuddi shuni singari Alloh qodir qilsa, hech gap emas. Inshaalloh hammasi zo'r bo'lishi mumkin. Qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Allohdan shu o'yinchilarimizga kuch-quvvat tilasak, xudo xolasa inshaalloh hammasi zo'r bo'ladi. O'zbekiston olg'a, g'alaba sari intilinglar ilohim. Salomat bo'linglar.